Germaniya Federativ Respublikasining sobiq poytaxti Bonn shahrida faoliyat olib borayotgan Olmon-O'zbek do'stlik jamiyati tashkil etilganligining 25 yilligi munosabati bilan urf-odatlar va zamonaviy rivojlanish orasidagi O'zbekistonning buguni va kelajagi mavzusida xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Eslatib o'tamiz, Olmon-O'zbek do'stlik jamiyatining asosiy vazifasi ikki davlat o'rtasida madaniy, ijtimoiy, iqtisodiy sohalardagi do'stlik aloqalarini qo'llab-quvvatlashdan iborat. Tadbir respublikamizning Frankfurt-Mayn shahridagi bosh konsulxonasi, Olmon-O'zbek do'stlik jamiyati hamda Bonn shahri meriyasi, shuningdek Konrad Adenauer jamg'armasi Bonn byurosi hamkorligida tashkil etildi. Unda mamlakatimiz tarixi, turistik salohiyati, zamonaviy rivojlanishi hamda dunyo va Markaziy Osiyo mintaqasida tutgan o'rni haqida turli ma'lumotlar berildi. O'zbekistonning Frankfurt-Mayn shahridagi bosh konsuli Erkin Hamroyev O'zbekiston-Germaniya aloqalarining rivojlanishi, yurtimizda iqtisodiyotni erkinlashtirish, xorijiy va mahalliy sarmoyadarlarni qo'llab-quvvatlash borasida olib borilayotgan ishlar haqida ma'lumotlar berdi. Shu bilan birga joriy yilning dekabr oyida parlament va mahalliy kengashlarga saylovlar o'tkazilishi borasida ham so'z yuritildi. Konrad Adenauer jamg'armasining Osiyo davlatlari bo'yicha mutaxassisi Thomas Ave esa o'z ma'ruzasida O'zbekistonning bir makon bir yo'l tashabbusida tutgan o'rni, mazkur tashabbusning yurtimizga ijobiy va salbiy ta'siri haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Anjumanda shuningdek Bonn shahri hokimi o'rinbosari Reinhard Limbach, Olmon-O'zbek do'stlik jamiyati raisi Colin Dürkop va Konrad Adenauer jamg'armasi Bonn shahri byurosi rahbari professor Martin Royberlar ham O'zbekistonning xalqaro iqtisodiy, siyosiy jarayonlardagi ishtiroki haqida so'z yuritishdi. Tadbir doirasida O'zbekiston-Germaniya aloqalarining rivojlanishiga bag'ishlangan rasmlar ko'rgazmasi hamda O'zbekiston turistik salohiyatiga bag'ishlangan maxsus burchak ham tashkil etildi. Bugungi anjuman biz kutgandan ham ko'proq nemis ijtimoiy, siyosiy va jamoatchiligi vakillari e'tiborini tortganidan bag'oyat xursandman. Bugungi anjuman ishtirokchilari soni va ularning bergan turli savol hamda fikrlari shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekiston allaqachon nemis jamoatchiligi uchun qiziqarli davlatga aylanib ulgurdi. Albatta, bu quvonarli holatdir. Olmon-O'zbek munosabatlari uzoq tarixga ega va har doim faol bo'lib kelgan. Mening fikrimcha, ushbu faollikni ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida, shaharlar o'rtasidagi birodarlashgan munosabatlarda hamda siyosiy hamkorlikda bundan keyin ham saqlab qolish lozim. Bu davlatlarimiz uchun muhim va bu faqatgina ijobiy natija olib keladi. Bir so'z bilan aytganda, anjuman O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar haqida keng ma'lumotlar olish uchun muhim platforma bo'lib xizmat qildi.